Manaman degan gijjani avlodi bilan, urug' aymog'i bilan qirib yuboray turgan mana shu 2 dona poliz mahsuloti bor. Tabiiy yo'lga juda ham ko'p insonlar qiziqadi. Mana shu sabzini olasiz, tozalab yuvib, blenderga solasizmi, qirg'ichdan chiqarasizmi, suvini olasiz, sokini, sabzini sokini olib, mana shuni oshqovoqni yorasiz. Oshqovoqni yorib, ichidagi urug'idan 20 dona, 30 dona urug'idan olib, uni ham maydalab olib, sabzi sokini ichiga aralashtirasiz. Ertalab bir mahal, kechqurun bir mahal, mana shu ovqatdan oldin, ovqatdan 1 soat oldin mana shuni sokini iching. Qorni och turgan gijjalar manaman degani shu sokka qo'shilgan mana shu oshqovoqni urug'ini yeydi. Urug'ini yegandan keyin gijjalar birin-birin nobud bo'laveradi. Tish qurtimi u, askariya gijjasimi u, boshqa katta-katta bo'lib ketgan gijjalarmi, mana shu sabzi soki bilan mana shu oshqovoqni urug'ini ikkalasini aralashtirib 10 kun yoki 15 kun iching. Asta-asta semirib et ola boshlaysiz. Nimagaki gijjalaringiz kamayaveradi.